manga qarang. Bu uyda tinchlik bormi? Qachongacha shunaqa yashaymiz? Okangiz jonimga tegib ketdi. Bu uydan chiqib ketadimi, yo'qmi? Ketasizmi? Bolalar ham uyimga olib tashladi. Jonimga tegib ketdi. Men nima qilishim kerak? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Kelin bilan urushyapsan. Tinchlikmi deb siz so'ramang, aka. Qachon chiqib ketasizlar? Har kuni oilamda janjal. Uyga joylashib olgansizlar oilaviy. Hozir bilasan-ku, ishimni bir tayini bo'lmayapti. Lekin shu uy senga qoladi. Sharoit-payrotingizni bilmayman. Sizlarni boqish jonimga tegib ketdi. Boylik ukamni ko'zini ko'r qilib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'mondon, qalaysan? Tarallamon bo'lsin, aka. Egasiga qulluq. Ay, gapga xursand bo'ldi eshitdim, aka. O'sha restoranning ertaga ochilishi bo'lyapti-da. Oldin. Seni taklif qilgani keluvdim. Bo'ldi. Olib bo'ladi, aka. Anu, tashqaridagi bolani mahbot bo'ldi-da. Bu bola shu yerda mayda ishlarni qilib tirikchilik qilib yuribdi, aka. Ha, bitta iltimos bor edi uka. Olib bo'ladi. Agar yo'q demasang, mana bolani ham olsang. Olib bo'ladi, aka. Xizmat bo'lsa yetadi. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim, aka. Rahmat. Sog' bo'lgin. Olib bo'ladi. Okammi? Ha? Okammi? Sen okaymi? Men kirdimmi? Ya to'xta, endi kelishga kelib qo'ydi, qarab turibdi. Bunaqa qilmay yuring. Sizlarni chaqirishimdan maqsad sizlarga bitta yangiligim bor. Ana o'zim orzu qilib yurgan restoranni ochdim. Shunga ega bo'ldim. Qolaversa, ana shu restoranimga bir ish boshqaruvchini tayinlamoqchiman. Shuning uchun endi o'zim bilgan inson. Hozir manejeriga anchadan bilganman. Bu meni yaqinim, bu meni jigarim. Ukam Abduqodirga topshirmoqchiman. Okey. Meni kechiring. Bugundan boshlab shu restoranni ish boshqaruvchisiman. Nima bo'lganda ham ukam, sen meni jigarimsan. Qaddingni ko'tar. Rahmat. Ukam jonim, ukam